Assalomu alaykum aziz gul shaydolari. Bugungi videomiz yangi kelgan gullarni qanaqa обработка qilish haqida bo'ladi. Kecha menga 3 ta yangi gul kelgan. Shularni karantinga qo'yib qo'ydim. O'zimning gullarimga qo'shguncha обработка qilib, keyin qo'shaman deb. Endi hozir sizlar bilan birgalikda ketma-ket, etapma-etap bu gullarni обработкасini qilamiz. Xo'p, bu gullar birinchisi bu philodendron. Jose Bueno menimcha buni nomi. Juda chiroyli sort. Mana varigatlari, varigatning barglari o'zi ham katta gigant sort. Keyingisi bu ham philodendron pink princess, pushti rangda bo'ladi. Buni ham hozir barglarini обработка qilib, keyin stelajimga qo'yaman, gullarimni orasiga qo'shaman. Va oxirgisi aglanyama, aniq nomini bilmayman. Keyin qarab ko'raman internetdan, lekin juda ham chiroyli gigant sort, barglari katta-katta, yashil, sarg'ish, oqish aralash kul rangi ham bor ekan, seri ranglari bor bo'lgan, juda chiroyli aglanyama. Shuni hozir birgalikda 3 ta gulimizni обработка qilamiz. Xo'p, bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Ovozim balandroq eshitilsin deb balandroq gapiryapman. Ko'pchilik yozibdi kommentariyada ovozingiz eshitilmayapti deb balandroq gapirishga harakat qilaman. Xo'p, bizga birinchi navbatda kerak bo'ladi gubka va kir suvini, xo'jalik suvini. Men uni videoda ko'rsata olmayman, chunki men hozir gubkamni sovunlab oldim. Mana shu barglarini artib chiqaman. Cho'miltirsam ham bo'lardi, lekin tuprog'i o'ta namligi uchun hozir cho'miltirmayman gulni, ildiz chirish paydo bo'lmasligi uchun, shunchaki barglarini o'zini sovunlab обработка qilaman. Qani ketdik. Gubkam sovunlangan, ko'pirtirib sovunlab olganman. Endi buni barglarni shu gubka bilan artib chiqamiz. Nimaga aynan gubka tanlaganman? Chunki oddiy material yoki qanaqadir sochiq, yumshoq sochiqlarda artsak ham bo'ladi. Gubkada foydalanishim sababi qanaqadir hasharot yoki uni tuxumlari bo'ladigan bo'lsa, gubka tez barglardan ko'chirib oladi va o'ziga oladi. O'shaning uchun ham gubkada tozalash ham oson, tez ko'piradi. Bitta ko'pirtirib olganinglar, ko'p, masalan, 2-3 ta barglarni обработка qilib artishga yetadi. Gubkani ham yengisi emas, ozgina ishlatilganini olaman, chunki barglarga shikast berib qo'ymaslik uchun. Mana shunaqa qilib hamma barglarini kir suvini, ya'ni xo'jalik suvinida gubka yordamida artib chiqamiz. Mana gullarni ham yuvib oldim. Tozalab, xo'jalik suvinida kattalarini ham yuvib oldim, hozir ko'rsataman. Endi biz sovunlab yuvgandan keyin nim yog'i eritmasini tayyorlashimiz kerak. Bu nim yog'i o'simliklardagi hamma hasharotlarni o'ldiradi. Buni tarkibida hasharotlarni o'ldiruvchi zaharli moddasi bo'lib, nim yog'ini bargga ichiga kiradi va o'sha bargga suvi bilan oziqlangan hasharotni ichiga nimni yog'ini ichidagi zararli moddalar kirib, hasharotni o'ldiradi. Keyin bir haftadan keyin yana xuddi shu обработка takrorlanadi, chunki bir hafta ichida katta hasharotlar o'lgani bilan ularning tuxumlari qolgan bo'ladi. Bir hafta ichida tuxumlardan chiqadi ular va o'sha tuxumdan chiqqan paytida yana nim yog'i bilan обработка qilinsa, tuxumdan chiqqan yangi hasharotlar ham o'ladi. Bu nim yog'ini qanaqa tayyorlaymiz eritmasini? Uning uchun bizga 1 litr suv kerak bo'ladi. 1 litr 35-40 gradus atrofidagi suv, nim yog'i va oddiy idish yuvish geli yoki bolalar shampuni kerak bo'ladi. Nim yog'ini biz faqat o'simlik emas, uni kosmetika maqsadida ham ishlatishimiz mumkin. Kosmetik maqsadda, masalan, odamlarning boshlari tez qo'zg'alanadi yoki oyog'i terlaydigan sohalardan g'alati sassiq hidlar keladi. Shu hidlar zamburug'lar ta'sirida bo'ladi. Mana shu nim yog'idan surilsa, o'sha teridagi, tirnoqdagi, boshdagi zamburug'lar o'ladi, qazg'oq, terlash, hid kelish kabi muammolardan xalos bo'ladi odam. Bu zararsiz, tabiiy, toza mahsulot hisoblanadi. Nim o'simligidan olingan yog' hisoblanadi. Buni aptekalardan topsanglar bo'ladi. Xo'p, endi emulsiya tayyorlash uchun aytganimdek 35-40 gradusli 1 litr suv. 1 litr suvga nim yog'idan 5 gram solamiz. Xo'p, menda ozgina kichkinaroq shpris 2,5 gramli, o'shaning uchun 2 marta tortib solaman. Mana 2,5. Mana yana bitta 2,5. Endi nim yog'ini solganimizdan keyin bilasizlar, suvga yog' solganda u erimaydi, ustida suzib yurib qoladi, lekin bizga u erib suvga aralashishi kerak. O'sha suvga aralashtirib beradigan narsa, ya'ni mana shu yog' bilan suvni emulsiya holatiga keltiradigan narsa bu oddiy idish yuvish geli. Buni o'rniga bolalar shampuni yoki jidqiy meva ishlatsanglar ham bo'ladi. Shundan hop 1 gramcha sovoramiz.
1 gram idish yuvish geli. Xohlasanglar ozgina 2 gram qilsanglar ham bo'ladi, chunki yog' miqdori ozgina oshdi. 2 gram idish yuvish geli qo'shdim. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Mana ko'ryapsizlar, suv oqarib, emulsiya holatiga kelyapti. Ya'ni idish yuvish geli ta'sirida yog'imiz erib, suvga aralashyapti. Agar idish yuvish geli qo'shmasanglar, yog' erib suvga aralashmaydi-da. Barglarga surganinglarda barglarning usti o'tda yog'li bo'lib qolgan barglar lampa, quyosh ta'sirida kuyishni boshlaydi. O'shaning uchun yog'ni yaxshilab eritish uchun shunaqa nima deydi, jidka melo yoki idish yuvish gelidan foydalanamiz. Endi keyingi etap, men bu emulsiyani barglarga surkash uchun влажный salfetkadan foydalanaman. O'simliklar uchun maxsus perchatkam ham bor. O'simliklar bargini tozalash uchun maxsus perchatkalar chiqqan, undan ham bor, lekin men uni ishlatmayman, chunki u momiq materialdan bo'lib, yog'i o'ziga shimib oladi va barglarga, o'simlikka kam miqdorda qoldiradi. Влажный salfetkalarimiz yupqa matodan bo'lgani uchun bu o'zida ko'p yog'i ushab qolmaydi. Barglarga surkaganinglarda barglarni o'ziga beradi yog'i. Men buni 3-4 qavat qilib keyin foydalanaman. Buni foydalanishdan oldin tarkibida spirtmi yoki qanaqadir kimyoviy moddalari yoki hid beruvchi aromatizatorlar bo'ladi. O'sha aromatizatorlarni ketkazish uchun ham kir sovun bilan yaxshilab yuvib tashlayman влажный salfetkani. Mana salfetkani sovunlab yuvib oldim. Endi buni emulsiyaga botiramiz, yaxshilab. Emulsiyaga qo'llab olamiz. Keyin yaxshilab siqib o'simligimizni, gulimizni barglarini yuqori qismini va ostki qismini artib chiqamiz. Bu emulsiyani faqat artib emas, sprey qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Sprey qilganda menimcha kimgadir oson, lekin men sprey qilishni xohlamayman, chunki men artganimni o'zida ham, salfetka bilan artganimni o'zida ham ayrim hasharotlarning tuxumlari salfetkaga ilinib chiqib ketadi. O'shaning uchun men emulsiyani faqat sochiq salfetka yordamida artib chiqaman. Vaqti yo'qlar, eringanlar, gullari ko'plar bor. Har bitta bargini qachon artib bo'laman, gulim ko'p-ku deydiganlar, bemalol sepib chiqarsanglar ham bo'ladi, lekin baribir kir sovun bilan обработка qilmasdan sepsanglar, buni natijasi kamroq bo'ladi. Kir sovun bilan обработка qilib turib, keyin salfetka bilan artib chiqsanglar, natija zo'r bo'ladi. Mana shunaqa qilib hamma barglarni artib chiqamiz. Keyin bu emulsiyada barglarni artib chiqqaninglardan keyin iloji boricha kechqurun qilinglar deb bu ishni. Lampalarni o'chirib qo'yinglar. Quyosh sal tushmaydigan joyda tursin 24 soat. Keyin 24 soatdan keyin bemalol quyosh tushadigan joyga qo'yaversanglar bo'ladi. Chunki bu emulsiya bilan barglarni artganinglardan keyin agar unga lampa yoki quyosh nuri tushadigan bo'lsa, ozgina kuyish paydo bo'lishi mumkin barglarda. Xuddi yog'da qovurilgan ko'katga o'xshab barglar ozgina rangini yo'qotadi. Ya'ni tirikligini xuddi so'liganga o'xshab qoladi. O'shaning uchun bu emulsiyadan foydalangandan keyin 24 soatcha salqin joyda turgani yaxshi gullarni. Kechqurun foydalansanglar yana ham yaxshi. Chunki lampalar o'chiq bo'ladi, quyosh bo'lmaydi kechqurun. Mana shunaqa qilib hamma qismlarni artib chiqamiz. Iloji bo'lsa mana qilib poyalarini ham, gulli poyalarini ham artib olinglar salfetkalar bilan. Keyin bu обработкani yana bir haftadan keyin takrorlaymiz. Va shu bilan gullaringizga klesh, muchnistый червец, yana qanaqa hasharotlar ayrim bitta ikkita turlari bor, nim yog'i ta'sir qiladigan. Shu hasharotlar yaqinlashmaydi. Mana nim yog'i bilan обработкamiz tugadi. Barglar ham toza, ham go'zal holatga keldi. Ko'pchilik Telegram guruhimda so'raydi, siz barglaringizga lak sepasizmi deb. Yo'q, men lak sepmayman. Lak sepishni tavsiya ham qilmayman, chunki lak bu ximikat bo'ladi. Barglarning ustini lak qoplab, o'simlikni nafas oladigan, suv bug'latadigan barg og'izchalari bo'ladi. Shu barg og'izchalarini yopib qo'yadi lak. Natijada bizning o'simligimiz havodan karbonat angidridni ola olmasdan fotosintez qila olmaydi. Ishlab chiqargan kislorodni chiqarishga qiynaladi va tuprog'idagi namlikni barg og'izchalari orqali parlatish kerak. Parlatishga qiynalib, har xil kasalliklar, ildiz chirishlar paydo bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men umuman lakdan foydalanmayman. Menda shu tabiiy mahsulot ham обработка qilib beradi, ham barglarni yaltiratib, chiroyli estetik ko'rinishga keltiradi. Bu aglonema. Bunisi mana Pink Princess. Top-toza, chiroyli holatga keldi. Va mana Philodendron Jose Bueno. Barglari go'zal, gigant, variegatlari juda chiroyli chiqqan. Hammani обработкамizdan keyin yana ham go'zallashdi.
Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Telegram guruhimni silkasini qoldiraman. Telegram guruhimga qo'shilib olsanglar, bundan ham foydali ma'lumotlar bor. Shu ma'lumotlardan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Land in Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me. Before I even knew her name, la la la. It felt like ooh la la la. Yeah, no.